Andijonlik kelin kuyovning uyiga sep o'rniga 800 ta kitob olib bordi. Gap shundaki, ijtimoiy tarmoqlarda Andijon viloyatida sodir bo'lgan noodatiy voqea keng muhokama qilinmoqda. Ma'lum bo'lishicha, kelin an'anaviy mebel yoki gilamlar o'rniga kuyovning uyiga taxminan 800 ta kitobdan iborat sep olib borgan. Aytishlaricha, kelinning bunday sovg'asi kuyovning onasini ham hayratda qoldirgan. Biroq bu noodatiy yosh oilaning uyida haqiqiy kitob muhitini yaratdi. To'ydan keyin uyda mavjud kitoblar soni yanada ko'payib 1500 dan ortiq nusxaga yetdi. Natijada yoshlar o'z uylarida kichik oilaviy kutubxona tashkil qilishga muvaffaq bo'lishdi. Ko'pchilik bu voqeani ilm-ma'rifatga bo'lgan hurmat va kitobga muhabbatning chiroyli namunasi sifatida baholamoqda. Sizningcha bunday sep yosh oila uchun eng yaxshi sovg'alardan biri emasmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.